Davlatimiz rahbari tomonidan temir yo'l transportini rivojlantirish bo'yicha belgilab berilgan vazifalar biz temir yo'l sohasi vakillari, transport universiteti professor o'qituvchilari uchun aniq yo'nalish va murojaatnomada belgilangan topshiriqlarni bajarish katta mas'uliyat hisoblanadi. Ichki temir yo'llarni rivojlantirish bo'yicha 5 yillik dastur qabul qilinishi, shahar va hududlarni tezyurar poyezdlar qatnovi bilan bog'lash bo'yicha rejalarni belgilanishi sohaning ishchi rivojlanishini ta'minlaydi. 2011-yilda mustaqilligimizning 30 yilligi arafasida Toshkent-Samarqand yo'nalishida Afrosiyob tezyurar poyezdlarining yo'lga qo'yilishi mamlakatimizda yo'lovchi tashish sohasida yangi bosqichlarga olib chiqdi. Shundan so'ng 2011-2025 yillar davomida temir yo'l yo'lovchi tashish xizmati ishchi rivojlandi. Tezyurar poyezdlar qatnovi Samarqanddan Navoiy, Buxoro, Qarshi, keyinchalik Buyuk Amir temir yo'li hisoblangan Shahrbuzgacha tezyurar yuqori poyezdlar harakati tashkil etildi. Temir vokzallar qayta ta'mirlandi, yo'lovchilarga xizmat sifati yaxshilandi. Natijada temir yo'l transporti aholi uchun eng qulay, ishonchli yo'lovchi tashish tizimlaridan biriga aylandi. Bugungi kunda ushbu sohaning mantiqiy davomi sifatida Janubiy Koreyaning Hyundai Rotem kompaniyasidan 6 ta tezyurar poyezd olib kelinishi, ularning birinchi tarkibi yaqin kunlarda yetib kelishi temir yo'l transport salohiyatini yanada oshirishga xizmat qiladi. 2026-yildan boshlab yana 500 km temir yo'l qurilishi, kelgusi yilda Bo'ka, Piskent, Bekobod, Boyovut tumanlari hamda Nurafshon shahrining Toshkent bilan bog'lanishi aholiga qulaylik yaratadi va hudud rivojlanishiga xizmat qiladi. Toshkent-Samarqand yo'nalishida yuqori tezlikda harakatlanadigan yo'lovchi poyezdlari uchun alohida yangi temir yo'l liniyasini qurish ishlari boshlanishi esa sohani yana yangi bosqichga olib chiqadi. Biz temir yo'l soha vakillari, universitet professor o'qituvchilari belgilangan vazifalarni mas'uliyat bilan belgilangan muddatlarda va sifatli talablarga qat'iy rioya qilgan holda bajarishga tayyormiz. Prezidentimiz tomonidan berilgan ishonchni oqlash uchun sidqidildan xizmat qilamiz.